Sariq qo'ylar nomer adillari keldi bir ko'rsating obunachilar. Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan. Ichida to'q bozlari ham anchagina bor. Mana shunaqa akalar yelin ko'rsatib qolgan. Sariq qo'ydi nomer adillaridan oladigan yurtdoshlarimiz uchun Uzor tumanidan akalar mana Bekzod ukamizda mana shunaqa qo'ydi haqiqiy liderlarini akalar ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar ko'p qismi mana shunaqa yelin to'ldirib akalar bir qat kunda qo'zilaydiganlari ham bor. Ukajon xudo olsa nechi bosh yetib keldi? 24 bosh aka. 24 bosh akalar haqiqiy qo'ydi xudo olsa. Nomer adillari mana shular bo'ladi. Qo'yib yuboringlar, bo'ldi. Opshi nechi bosh? 24 bosh, ha? 24 bosh aka. Opshi 24 bosh. Bularning yoshi qanaqa ukajon? Yoshlar aka 2 tish, 4 tish, 6 tish aka. Yoshlari ham akalar xudo olsa qarisi yo'q, birorta hammasi 2 tish, 4 tish, 6 tishli yosh sog'liqlarimiz akalar. Ko'rib bemalol bahosini berib qo'yasizlar. Shunaqa nomer adilgan qo'ylardan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lganda, akalar telefon qilib barakasini bosib yuboradigan joyi. Bo'ybasti kelishgan, bo'ybasti ham eng kam 80 bo'lmasa 85 chiqadigan akalar realni legendarniy qo'ylarimiz. Akalar mana yelin ko'rsatib qolganlar aytib sarig'ini bitta ushlaydi, sarig'i. Mana sarig'ni bitta ko'raylik. Mana. Sarig'ni bitta. Mana. Akalar yelinlar. Sariqni aytib beramiz. Haqiqiy gigant qo'y akalar mana. Bemalol aytib beraveramiz, qo'yib. Buni endi narxini ayting, nech pul qilib beramiz narxini? Narxlarni bugun aka 24 boshli bir joyda olaman degan obunachilaringiz kelishaversin aka. 6 million so'mdan bir joyda savdoga qo'yamiz. Dastlabkasini ham alohida kelishaveramiz. Dastlabkalarni ham alohida kelishaveramiz aka. Akalar shoshilib qolinglar, 6 million so'mdan xudo olsa bir qo'lda akalar olib ketaverasizlar. 10-15 ta TXT'lari yoki tanlab olishga ozgina narxi o'zgaradi. O'lgurib qolinglar, shunaqa qo'yda haqiqiy nomer adillaridan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lganda, soni cheklangan akalar o'lgurib qolinglar, bemalol telefon qilib barakasini bosib ko'rsanglar bo'ladi.